Xo'p, nimaga bolalar? Avvalambor assalomu alaykum. Joninglar omonmi? Charchamayapsizlarmi? Danli moment 2 million so'm bilan maksimalni ko'tarishga harakat qilamiz. Xo'p, balansda 2 million so'm bor. 5000 dollarlik rozыгрыш qilyotgandik. Kecha aytib o'tib ketgandim Telegram kanalida. Kechki 19:00 da rozыгрышni boshlaymiz. Ya'ni qanaqa tartibda o'tishini aytib o'taman deb aytgandim. Nima uchun katta kanalga video qo'yilmayapti? Katta kanal уже uchgan, onasini ham san qanchaga biladi. 15 kungamikin? Ancha bo'lib qoldi, bir 10 kundan o'tib qoldi, uchib chiqib ketgan. Ya'ni enasining kiryapti. 15 kundan keyin xullas video qo'ysa bo'ladi. O'shaning uchun именно plan qanaqa edi? Plan o'tgan safargi video bor-ku, o'tgan safargi bilsanglar video qo'ygandim. 4 koeffitsient. Sразу yomon emas, 2 million 200 ming. Sразу chiqib ketaman. Scratch kart qani? Bunga kiraylik. Ana u qo'ygan videomiz bor-edi, ko'rgan bo'lsanglar. Oxirgi marta shu videoni kommentariyasiga yozinglar. Kommentariy orqali randomni aniqlaymiz deb aytmoqchi bo'lgandim. Lekin u kanaldagi u video ham o'chdi. Polniy kanal ketdi, onasining ham. O'shaning uchun shartlarini aytib o'taman hozir sizlarga. Primer ertaga bo'ladi. Ertaga videoda g'oliblarni aniqlab o'tib ketamiz. G'oliblar nechta bo'ladi? G'oliblarimiz ikkita iPhone 16 Pro Max g'olibi bo'ladi. Undan tashqari bitta 10 koeffitsient berdim, haromini bolasi. Xo'p, undan tashqari bitta 200 dollar, 100 ming so'mdan 5 ta odamga, 100 ming so'mdan 50 ta deyman, onasidan 50 ming so'mdan 5 ta odamga, 100 mingdan 5 ta, 50 mingdan 5 ta, 20 mingdan 5 ta. Общий hisobda 20 tadan oshiq g'olibimiz bo'ladi. Ertaga именно shu videoni yaxshi, yomon emas. Shu videoni kommentariyasidan aniqlaymiz. Kommentariya bir dona yozishinglar kerak. Terib olish shart emas, chunki baribir bitta kommentariylar hisoblanadi. O'shaning uchun bir dona kommentariya qanaqa bo'lishi kerak? Primerni hozir tushuntiraman sizlarga. 4 ta so'z bo'lishi kerak. 4 ta so'z, harf emas, 4 ta so'z bo'lishi kerak. Masalan, Apple Fortune strategiya deb turib, bir qanaqadir raqamlarni xohlaganinglar, xullas 4 ta so'zli kommentariya bo'lishi kerak. O'shaning uchun agar mo'sh shartlarni bajarmagan odamlar bo'lsa, shartlarni bajarib qo'yinglar. Menda bizni kanalda, по-моему, shartni bajarmagan odam qolmadi. Hammasi bajardi. 10 bo'lsa ham bitta ber. Iltimos, 2 beryapti bu haromini bolasi. 10 yomon emas, bo'lar ekan-u. 20 mingga tushiramiz. Xo'p, unaqa odam qolmadi. O'shaning uchun 4 dona so'z kommentariy yoziladi. Именно shartlar bajarilganmi, bajarilmaganmi обязательно o'zim tekshirib olaman. Shartlarini bilasizlar. Telegram kanalda oldindan obuna bo'lgan bo'lish kerak. Именно shu kanalga ham podpiska bo'lib qo'yinglar. Bundan buyog'iga bu kanalga ham video roliklar qo'yamiz. Может, anu kanal ketadigan bo'lsa, shu kanalga video roliklar qo'yamiz. Bu rozыгрышlar hech narsa emas, aytib o'tdim-ku. Tez orada katta rozыгрышlarni qilamiz. U hozir может 20 ta obunachimga berayotgan bo'lsam, krupniy qilib, keyingi qiladigan rozыгрышimiz hamma uchun bo'ladi. Hammaga pul tashlab beraman. Har bitta meni podpishka qilib, qo'llab turgan har bitta obunachimga pul tashlab beraman. O'shaning uchun podpiska bo'lib qo'yinglar bu kanalga ham. Haromini bolasi. Jalla 20 ming so'm bilan ushlaganim chatoq bo'ldi. Bir 250 bilan ushlamaymanmi ya? Xatiyabi. Bu haromi ham qiziqtirdi-da endi. Endi enasinikiga tiqib o'ynaydi bunaqa qilib. Voy, opangni ski. Qanjiq. Xullas enasinikiga kirdi yana jalab. O'sha kunda shuni o'ynagim kelmayotdi bu haromini. Shuni o'ynagim kelmayotdi-da umuman bor-ku. 2 beryapti, harom shuncha yeb turib 2 xatiyabi to'ram. Yaxshi. Bo'lar ekan-u, oxirgi summaga berdi. Xo'p, hozir nima qilamiz endi? 370 ming so'm, 20 ming dalifga qilib ko'rdim. Sekin bitta 6 bo'lsa ham irg'iyman. 6 iltimos. 6 desam 6 ni ko'rsatib beryapti bu haromini bolasi ham. 2 xatiyabi, 2 ham yo'q. Yetimchani bolasi 15 chiqmaydi-da bu haromini bolasi.
Ey yetimcha, shunaqayam haromi bo'lasanmi? Onangni. 2 koeffitsient 15 emasmi? 2 yana. Voh, haromini bolasi. Enasiga tiqdi bor bu bolalar. Mayli, onasini emsan. Tak. Xo'p, onasini emsan. Yana 3 million solib ko'rdim. To'g'risini aytsam, bolalar bosh boru otilib chiqib ketay deyapti. Bugun o'ynagim yo'q edi. Prosta rozыгрыш cho'zilib ketdi. Обязательно bu narsani o'zim ham tan olaman. O'shaning uchun bugunni o'zida o'tkazib yuboraylik degan maqsadda bugun ya'ni nimalarni aytsam, qay tartibda o'tishini ertangi videoda o'tkazib yuboray degan maqsadda bugun olinyapti. Bilmayman, o'zi ko'ryapsizlar-ku. Hamma narsa minusga qarab ketyapti. 300 mingdan urib ko'raman endi bu haromini. Bitta ber, iflos. Bu darajada haromi bo'lishi ham kerak emas-u. Yetimchani bolasi. Ammangni. Yo, buni qaranglar, umuman bermadi boru, umuman bermadi. O'zi shuda onasini emsin, o'lik nastreniyaga вообще bermaydi. Haromi, yetimcha. Onangni seni. Ko'rdinglarmi? 1 minutdan vaqt ketmadi boru. Sразу oqib qo'ydim boru. Haromini bolasi. Uje mashina ham mabodo tushib qo'ysam, uje 8 ga qarab ketyapti. Haromi. Onasini ham bir ikkita bratlar yozib qo'yibdi. 200 ming bor, 300 ming bor, harakat qilib bering deb. Men aytdim, u 200 ming, 300 mingda 6 sekundda yo'qib qo'yaman desam, payti kelsa 30 ming so'mdan ham ko'targanman deydi. Bizda ham bo'lgan 35 ming bilan 15 million, 20 million, 30 million ko'targan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Lekin bermasa, bermay qo'yaveradi. Birdaniga yo'qib qoladi. Voy jala. Bunaqa haromilik qilmagan, yetimcha. 2 beryapti, shuncha ammasinikiga tiqib turib. Bu haromi. Voy jalla. Opangni ki. Shunaqa haromi bo'lasanmi? Shunaqa ham jalabdi o'g'li. Fu, bilyat. Xullas bilmadim bolalar, bugun o'zi aytayapman-ku, настроением yo'q, boshim og'riyotibdi. Har tomonlama nima bo'lib yotibdi. Shuning uchun prosta rozыгрышni tugatib qo'yay degan maqsadda video olyapman. Обязательно tushuntirib o'tdim shartlarini. 4 dona so'z yozishingiz kerak. Kommentariyaga xohlagan yozib qoldirsangiz, ertaga kechqurungi videoda o'zim har bitta yutgan odamlarni обязательно kommentariyadan o'zlaring topib ko'rsalaringdan bo'laveradi. Undan tashqari har bittasidan bitta gol solib Telegram kanalga ham tashlanadi yutgan odamlardan. Xo'p, endi buni nima qilamiz? 450 mingdan bitta urib ko'raman. Endi bilmayman, bu haromi ham bitta bersa kerak. 2 beryapti. Foydaga chiqay. Men 4 mayli. 4 bersa xursand bo'ladigan payt kelib qoldi boru. Yo-mayo, 4 mi xatyabı? Yaxshi. Xo'p, yana bitta 4 bo'lsa ham ber. Haromini bolasi. Onangni seni o'lishingga kelib toq qo'ymasmi menga bilan? Voy jala, iltimos. Haromilikni boshladi bu yana. Jalabdi o'g'li boru. 2 dan boshqa bitta ber, 15 mi, 6 mi, jala, iltimos. Umuman bermay qo'yishing mumkin emas. Voy qanjiq, iltimos. Tur. Bitta qo'sh shunga, foydaga chiqib olay, jala. Yeyording-ku. 2. 6 mi xatiya bu, 6 ham yo'qmi? 2 koeffitsiyentdan boshqa bermayapti bu qanjiq boru, onangni seni. Haromini bolasi. 12 bo'lmasa ittaraman boru.
jalabsan sen, qanjiqsan. Va onangni emmagur, yomon emdi boru bolalar bugun. Xo'p, bilmadim bolalar, agar shuni yesam endi haromilik bo'lyapti bugun. Bilmayman. Qaysini o'ynashni ham bilmayman. Shu bosh og'rib turgan vaqtda o'zi bugun o'ynash planim yo'q edi. Video olish, boshqa narsa ham yo'q edi. Mayli onasi endi. Xo'p. Bundan buyog'iga aytib o'tdim. Katta rozыгрыш ishlar bo'ladi. Ana Xuyovichcha katta kanal ham ochilsa kerak. Muammosi yo'q u kanalda. Bo'lmasa boshqa kanalda ham ko'tarib olaveramiz, muammosi yo'q undan. Обратка qildi bu srazi boshidan bitta 10 ni bersa chiqib ketmoqchi edimda shu haromidanchi. Yo-mayo. Haromi. Bu darajada haromi bo'lib ketasan deb o'ylamadim. Hatto 5 bitta 10 ber. Voy jala. Bu darajada haromilik qilmagin, iltimos. Voy apangni siske 5. Daxrina yeb turib 5 beryapti bu it. Bitta 10. 10 da ber bitta 5. Bitta yana 5 yo 10 chiqib ketay, mana shu haromidan cho'ti ko'nglim tortmayapti shunga. 5 10 5 10 iltimos. Yo mayo, buni qaranglar, bu haromi. Voy jala. Ammayni haromi 10 da ber bitta. Jallab ekansan bor-ku. O'ynamanglar shu haromilarda. Bunaqa haromilik qiladi deb o'ylamadim. Buni obratga ekan. Yetimchani bolasi. O'ynamanglar shu jallabda bor-u, yomon. Voy jala 5 foydaga chiqib ketaman. Foyda haromi 10. Onangni. Shuncha yeb turib foydaga chiqmasam ham bo'lmaydi-da. Xo'p, 300 dan bitta uramiz endi. Bu haromi ham bersa kerak. 2 yana 6 yomon emas. Bo'lar ekan-ku. Mana shunaqa nastroy bilan o'ynaylik. It. Xo'p. Oy, yetim. 30 chiqmaysanmi? 30. Haromini bolasi. 15 iltimos xatyabi. 10 bo'lsa ham bitta chiq. 3 ta joyga chiqmadi. U yog'iga ham, bu yog'iga ham 10 chiqsa bo'lardi-yu. Bu it bo'lib qopti, bor-ku, scratch it bo'lib qopti. O'ynamanglar mana shu haromini, to'r. Itni bolasi nima qilyapti bugun, to'r. Ber endi. Bittasi yozibdi 43 million tushib yordi mayda qilib. Mana shunaqa ketilaveradi. Shuning uchun 10 milliondan ozgina o'tgandan keyin даже o'zim ham to'xtayman. Yutkizib qo'ysam, вообще o'ynamayman, qaytarib solmayman. Ketsa ketaveradi mana shunaqa. Shuning uchun bo'lib vaqti bilan o'ynash kerak, dam olish kerak deb bekorga aytmayman. Bu itni bolasidan. Yo-mayo, to'rmi? Xatyabi bor. Bitta 30 yo 8 tushmaysanmi? It. Onangni seni haromi. Umuman bermayapti, bor-ku bugun. Вообще o'ynamanglar shu itni bolasini. Voy jallab. Onangni seni itni bolasi. Oy, oxirgi summaga beryapti. Qaranglar, haromi. Voy, 2 dan boshqa ber. Oy, to'r, mayli. 8 mi? Jala 15 yo 20 ber bitta. 2. Xo'p, 2 yana. Oy, joningdan. Bo'lar ekan-ku. Bitta bolasi. Bitta bermasa bo'lmaydi. Endi orqasidan bitta juplab ber, iltimos. Xohlaganingni 6 yoki 10. 6 yoki 10. Iltimos 2. Bitta bersang chiqib ketaman. Voy haromi.
It unaqa qilma, yetimchani bolasi. Voy jalab chiqib ketsam ham bo'laverardi-da shu joydachi. 2. Oy 30. 30. Orzu bo'lib ketdi bor shu 30chi. Bitta 2 yo 4 bo'lsa ham ber, haromi. Voy jala. Bunaqa darajada haromi bo'lish uchun nima qilyapsan? Ey! Voy jala, yana 2 ta 30 bu xurib popti biz akkauntlar bor. G'irt bu xurib popti jalabdi bu o'g'li. Onangni seni jalab. 2 beryapti ey, nech qo'l yeding? It ozgina uyatam kerak. Onasiniki kirdi bolalar xullas boru. Onasiniki kirdi. Primer 15 minut, 16 minut ichida ko'rdinglar-ku. 2 marta 5 dan soldim. Bu yog'i mingdan oshiqroqda yeb qo'ydik. Mayli, bugun уже minus kun bo'ldi. Mayli, videoni shu joyda yakunlayman bolalar. Shartlarni tushuntirib o'tdim. Ertaga primerni kechki videoda g'oliblarni o'zim random orqali aniqlanadi. Hammasini обязательно ko'zlaringda qilinadi. Har bitta yutgan odamdan nimasini olamiz? Golosini olamiz. O'tgan safargi yutganlarni hammasiga tashlab berdim. Muammosi bo'lmadi. Agar iloji bo'lsa, Telegram kanalda ko'rib turgan bo'lsanglar, yozib yuborsanglar xursand bo'lardim. 2 ta iPhone 6 Pro Max kommentariy orqali aniqlanadi. Bitta nimadan profildan bitta yozishinglar kerak. Shartlarni o'zim обязательно tekshirib olaman yutgan odamlardan. O'zingizlar bilasizlar. Xo'p bolalar, videoni shu joyda yakunlayman. To'g'risi bunaqa bugungi video rolik boshqa olish niyat bo'lmadi. Xo'p, o'zi mana cho'kayotgan joyimizda yana qaytarib cho'kib ketaverdik. Mayli, sog' bo'linglar.